Assalomu alaykum hammaga. Men hozir Cloud Sonnet Turbo 6 modelini bepul qanday qilib shu kompyuterimizga o'rnatish va uni o'sha terminalda boshqarish usulini ko'rsatib o'tmoqchiman. Xo'p, yaqinda Anthropic va Google'ni ya'ni o'sha Cloud Sonnetni ishlab chiqaruvchisi Anthropic va Antigravity Gemini'larni o'sha taqdim qilgan Google AI'ni shartnomasiga Cloud Sonnetni Turbo 6 free access bo'limi qo'shildi. Shartnoma fevral oyida bo'ldi va bo'lib o'tgan 19-may 2026-yilda Google I/O taqdimotida eski Gemini CLI sun'iy intellekt agentini o'rniga Antigravity multimodal va juda ham tez ishlaydigan Antigravity CLI'ni taqdim qildi va bunga o'sha buni ichidagi modellar ro'yxatiga Cloud Sonnet ham qo'shildi. Bu aynan o'sha Anthropic'ning o'zini modeli Cloud Sonnet. Biz Cloudni o'zini terminalga o'rnatib ishlatishimiz uchun albatta eng kamida Pro yoki Max tariflari kerak bo'lardi. Lekin hozir Antigravity'ni o'rnatish orqali biz Cloud Sonnet Turbo 6ni terminalimizda bepul ishlatishimiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari Antigravity'ni o'rnatganimizdan keyin Cloud Sonnetning o'rniga Gemini 3.5 Flash juda ham tez va zo'r kod yozadi. 3.1 Pro Cloud Sonnet bilan deyarli bir xil reasoning va kerak bo'lsa kuchli jihatlari ham bor bo'lgan 3.1 Pro ga ham access bor bepul. Va bizda muammo bitta nima? Limit tez yetib qoladi. Misol uchun haqiqiy mana Max tariflaridagi Cloud Sonnetni juda ham ko'p ishlata olmaymiz, lekin agar limit yetganda ko'pchiligimizda Google akkauntlar juda ham ko'p, bitta, ikkita, 3 tagacha, 4 tagacha ham xohlaganingizcha switch qilib Google akkauntlarini Cloud Sonnetdan ko'proq foydalanish mumkin. Xo'p, ko'pchilikda hozir baribir Windows foydalanuvchilar soni ko'pligi uchun Windowsda o'rnatishga harakat qilaman. Buning uchun bizga PowerShell kerak bo'ladi, ya'ni o'sha Windowsning terminali bu PowerShell. PowerShellni biz administrator sifatida run qilib olamiz birinchi. Administrator sifatida run qilib olamiz va Antigravity'ni download qilib o'rnatishimiz kerak. Buning uchun tayyor kod bor. Men videodan keyin Linux uchun, Mac operatsion sistemasi uchun va Windows uchun kerak bo'ladigan hamma komandalarni berib qo'yaman. Bu aynan Windows uchun kerak bo'ladigan komanda Antigravity'ni download qilish uchun. Mana hozir men download qilishni boshladi. Bunga qanchadir vaqt kerak bo'ladi. Video cho'zilib ketmasligi uchun men qisqartiraman. Xo'p, hozir Antigravity o'rnatib olindi. Eslatib o'tishim kerak. Antigravity'ni o'rnatgandan keyin Windows PowerShellni umuman yopib, boshqatdan kirish kerak bo'ladi. Hozir men aynan shunaqa qilyapman. Xo'p. Windowsda ko'pincha Antigravity'ni o'zi yoki AGY so'zlari orqali Antigravity chaqiriladi terminalga, PowerShellga. Misol uchun Windowsda ko'proq AGY. Mana Antigravity'ni chaqirib oldim Telegramga, terminalga uzr. Bu yerda ikkita sign in qilish, avtorizatsiya qilish usuli bor. Biz aynan birinchisini tanlaymiz. Xo'p,
Endi avtorizatsiya qilish uchun mana bu linkni biz sign in qilish uchun kerakli, sign in qilish uchun biz tanlagan akkaunt bor bo'lgan Google Chrome yoki Firefox любой brauzerlar orqali ochishimiz kerak bo'ladi mana bu linkni. Hozir linkni agar menga o'xshab copy qilmasa, bu yerda quick edit mode ni yoqish kerak. Endi copy qiladi. Hop. Mana, hop, yangi tab ochib, mana shu yerga copy qilingan linkni joylayman. Mana bu akkauntim orqali sign in qilmoqchiman. Hop, mana sign in qildi va menga key berdi. Mana shu keyni copy qilib olib, mana o'zi ko'rsatgan joyiga paste qilamiz va sign inni boshlaymiz. Mana hozir men sign in qilib oldim. Bu yerda modelni ko'rib turibsiz. 3.5 flash modelda turibdi. Terminalda avval hop sozlab olish. Mana ishga tayyor. Endi men aytib o'tganimdek boshida Cloud Sannetni qanday yoqamiz? Mana modelni terganimizda bu yerda 3.5 flash va har xil syncing effortlari bor. Medium, high, low, 3.1 pro, 3.1 pro high. Juda ham kuchli, mana shu ham o'zim ishlatib ko'rdim. Mana qarasangiz, bu yerda Cloud Sannet 2.6 syncing, Cloud Opus 2.6 syncing ham bor. Men hozir sign in qilgan o'sha Google accountimda Cloudni Pro plani bo'lganligi uchun menda Opus 2.6 ham chiqmayapti. Agar Opus 2.6 sizda chiqmasa, o'sha plan yo'q bo'ladi. Agar yokida Opus 2.6 sizda ham chiqsa, ya'ni Cloud Pro modeli o'sha akkauntingizda yo'q bo'lgan holatda, balkim Opus 2.6 ni ham bepul ravishda qo'shgan. Lekin Sannet 2.6 aniq chiqadi. Misol uchun mana Sannetni tanladim. Mana ko'rgan bo'lsangiz, bu yerda Cloud Sannet 2.6 syncing. Ya'ni ko'proq sync qiladigan nimasi o'rnatilgan. Modeli ishga tayyor turibdi. Endi bu yerda xohlagan komandani berib ishlatishingiz mumkin. O'sha sizning kompyuteringiz ichida, PowerShellning ichida kompyuteringizga fully dostуп bo'lgan holatda xohlagan ishingizni bajarib bera oladi.